Chet elda o'qigan paytim chirigan qalbliklarni aynan meni juda ham lol qoldirgan bir xislati bo'lgan. Aynan shu odat bizda yo'qligi sababdan ham ularga hali beri yeta olmasak kerak deb o'ylayman. Videoni oxirigacha ko'ring, balki sizga ham foydali bo'ladi. Bu narsani men o'qish tugatib O'zbekistonga qaytgandan keyin tushundim va miyam portlay dedi. Yevropadagi o'rtoqlarimizga kech payt ishdan keyin 6 dan keyin bir yig'ilib telefonda video svязь qilib gaplashaylik desak ish kunlari. Vaqtim yo'q dedi. Qanaqasiga vaqting yo'q bo'ladi? 6 da ishdan chiqsang, uyda bo'lsang, yo bugun ish kunim, ishdan keldim, dam olishim kerak, ertaga ishga borishim kerak dedi. Keyin ba'zi shunaqa holatlar bo'lardi, yozib qolamiz gruppalarda yoki Instagramda qayerdan kelding desa, bugun o'rtoqlarim bilan o'tirdik, o'shda edim deb yozsam hayron qoladi. Ish kunida qanaqa qilib o'rtoqlaring bilan o'tirishing mumkin? Qanaqa qilib yig'ildilaring, qanaqa vaqt topdilaring deydi. Shunchaki gaplashdik, hammamizga qulay vaqt topdik, qulay joy topdik va ko'rishdik desam, aqliga sig'dira olmasdi. Ular haftada 5 kun ish kuni bo'lsa, 5 kun qattiq ishlaydi, miyasiga boshqa fokus bermaydi. Asosan ish, uy, to'g'ri, 2 kunida endi o'zi xohlagandek dam oladi. Nima demoqchiman? O'ziga topshirilgan vazifani shu darajada mas'uliyat bilan qilishga harakat qiladiki, yolg'on yo'q, 200lamanchilik yo'q. Bizga o'xshab istalgan paytda yig'ilib, istalgan paytda vaqt topib, kerak bo'lsa ishdan chiqib ketib ham o'zini ehtiyojlari uchun vaqt topadigan ularda bunaqa o'y fikr yo'q. 5 kun ish kuni berilganmi, o'sha soatda o'zini ishga bag'ishlaydi, boshqa payt dam oladi, chunki ertasiga ishga energiyaga to'lib borish kerak, boshqa kunlari bo'lsa, dam olish kunlari bo'lsa, dam olishni ham o'zini o'rniga qo'yadi.